Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor. Demak, bugungi darsimiz matbuot kutubxonasiga bag'ishlangan 6-darsimiz va yakuniy darsimiz hisoblanadi. Bu darsimizda demak biz 3D grafikani hosil qilish uchun, demak, ya'ni hajm ma'lumotlarini almashtiradigan funksiyalarga to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi funksiyamiz bu bar 3D funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyaning asosiy vazifasi nimadan iborat? Ya'ni bu funksiya sizga beriladigan qandaydir to'plam elementlari berilgan, to'plam elementlardan demak qiymatlar asosida sizda o'sha to'plamingizdagi qiymatlarni ustun shaklda chiqarib beradi va ustunlar asosida siz tahlil jarayonini amalga oshirishingiz mumkin. Aytaylik, 3 ta yechim bor, ularni siz to'plam hosil qilgansiz. To'plamlarda demak qaysi to'plamdagi element demak ustuni balandroq bo'ladigan bo'lsa yoki pastroq bo'ladigan bo'lsa, sizga nima qilinadi? Natijangiz qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha asosda olishingiz mumkin. Xo'p, demak 3D bar funksiyasini demak aytaylik obyekt sifatida biz x, y, dx, dy, dz kabi o'sha obyektlardan qiymatlardan foydalanamiz. Bu yerda demak x, y, z bu demak vektor koordinatalari hisoblanadigan bo'lsa, dx, dy, dzlar bular demak aytaylik bizda chuqurlik, balandlik va aytaylik kengligi darajasini hisoblash uchun foydalanadigan qiymatlar hisoblanadi. Xo'p, bizning misolimizda demak x va y to'plami olingan va unga demak hisoblash uchun yana kerakli dx va dylarga qiymat olganmiz. Buni demak massiv element sifatida olib, unga qiymat berganmiz va oxirgi demak dz qiymatimiz orqali demak bizda balandlik darajasini hisoblash uchun unga o'sha massiv orqali qiymat jo'natganmiz va demak kerakli ustunni hosil qilganmiz. Siz demak kodni kiritib, tahlil qilib, demak bar 3D funksiyasini qanaqa ishlashini ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin. Demak, bizda o'sha 3D ma'lumotlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan funksiyalarimizning ikkinchisi bu demak plot funksiyasi hisoblanadi. Bu plotni nimaga boshqa plotlardan farqi bor degan savolda demak buning parametrlari sifatida xs, ys va zs, ya'ni Descartes koordinat sistemasidagi parametrlar olinganligidan farqlashimiz mumkin. Demak, bular nima vazifani bajaradi? Demak, x bu koordinata sifatida olinadigan bo'lsa, y koordinata sifatida olingan bo'lsa, bunda demak bitta farqli tomoni chuqurlik, balandlik degan tushunchalar mavjudligida olishimiz mumkin. Bu yana bir narsaga e'tibor berishingiz kerak. Demak, bu funksiyalar bilan ishlash uchun ax 3d degan demak modulni chaqirib olishingiz kerak va o'sha modul asosida demak siz 3D grafikani hosil qilishingiz mumkin. Demak, bizning misolimizda demak 3D grafika hosil qilganmiz. Bu yerda o'sha xs, ys larga demak list ro'yxat sifatida element jo'natganmiz va yz ga ham ro'yxat element jo'natganmiz, chunki z ximiz bu balandlik hisoblanadi. Bu orqali hosil qilgan demak grafikamiz nuqtalar asosida ko'rsatilganligi uchun demak bu o'sha qulaylik tomoni, demak sizni qaysi nuqtada aynan grafika 3D holatda hosil qilish kerak bo'lsa, nuqtani ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, buni qo'llash jarayonlari demak siz aytaylik topografiya jarayonlarida ko'proq qo'llashingiz mumkin. Matbuotning demak 3D grafika bilan ishlash uchun mo'ljallangan oxirgi funksiyamizga to'xtalib o'tsak, Violex funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyamiz demak 3D grafikani hosil qiladi. Qanaqa? Ya'ni sizda nuqtalaringiz asosida kublar hosil qiladi va kublar orqali siz nima qilishingiz mumkin? Vizual holatda o'zingizning natijalaringizni ko'rib olishingiz mumkin. Demak, bu funksiyamizda bitta muhim xususiyati bu fellet demak obyekt hisoblanadi. Bu obyekt nima vazifani bajaradi? Bu obyekt sizga demak ikkita qiymati bor, true va false qiymati bor. Demak, bu massiv holatda beriladi. Ya'ni sizda o'sha to'rtburchagingizni chetidagi ranglarni ko'rsatish uchun yoki undagi qiymatlarni ko'rsatish uchun ishlatishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi yana bitta xususiyati bor. Face color deyiladi. Face colorimiz aynan demak o'sha to'rtburchak hosil qildingiz. To'rtburchakning demak chetki nuqtalarni, ya'ni borderlarini rangini belgilab berish uchun mo'ljallangan. Bu holatda demak bizda funksiyamizda demak NumPy kutubxonasidan foydalanib 3 ga 3 o'lchamli demak massiv hosil qilingan, ya'ni uning qiymatlari nollar bilan to'ldirilgan va undan keyin demak felletga biz qiymatlar berganmiz va shu asosda demak grafikani hosil qilganmiz. Siz buni demak bemalol chizib, uni qanaqa to'rtburchak hosil bo'lyapti, nima jarayon amalga oshiryapti, buni o'rganib olishingiz mumkin. Xo'p, shu bilan bizda demak Pythonda grafikasidagi matbuot kutubxonasiga bag'ishlangan video darslarimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Demak, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.